Mana shu olgan gonorarimni yarim pulini bolalar uyiga beraman. Assalomu alaykum do'stlar. Ana endi peshona terimizni haqqini olish vaqti keldi. Fariz akadan. Assalomu alaykum aka. Nasılsınız? Yaxshiyapsiz aka? Yaxshi, rahmat. Qali ashyonalar qo'ydan. O'zingiz qali his qilyapsiz? Xudoga shukr. Yaxshimi? Tabriklarimiz g'alaba, Allohga shukr. Keyingi bo'ligin undan ham kuchliroq bo'lib taylanish kerak. Inshaalloh. Xatolarni ushlab, to'g'ri nima deydi? Analiz qilsangiz bo'yingiz. Xudo xolasa faqat yutuqlarga erishasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Gonoraringiz peshona teringiz nimaga niyat qilgan bo'lsangiz o'shanga ishlating Xudo xolasa. Inshaalloh. Do'stlar, men buni olguncha qancha qiynalgan o'zlaringiz ko'rdilaringiz. Xudo xolasa mana shu olgan gonorarimni yarim pulini bolalar uyiga beraman. Inshaalloh, Xudo xolasa Qashqadaryo bolalar uyiga Xudo xolasa yarim ketadi. Jonlaringiz sog' bo'lsa, sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat aka. Videoni muallimingiz Xudo xolasa